Bunur oilaviy restoranga kelganmiz. Orientir qo'yilib 5 bozorchiga yetmasdan biz o'z mazasini ko'ramiz. Ovqatlarimiz keldi. Ovqatga baqlatidan e'tiborli bu safargisiga cho'poncha bilan osh. Lekin bu atrofda osh bunaqa osh yo'q deyishyapti. Mazasiga baho beramiz. O'ldirsa ham osh o'ldirsin, birinchisi oshdan boshlaylik. Bismillah. Borni boricha aytamiz, osh yomon emas, lekin bu atrofda lekin bunaqa osh bor yo'qligini bilmayman. Lekin men bahoni 8 oshga. Nahorga oshli bo'ladi-yu, xuddi o'shdek maza. Tavsiya qilaman. Bemalol o'zingizdan kelasizlar. Kommentariyada o'zingizlarning fikrlaringizni bildirasizlar. Bizda navbat cho'poncha. Bismillah. Bu boshqa narsa o'zi. Ham cho'ponchani ichadi-yu. Qancha yosh bo'lsa, shunday shirin bo'ladi. Go'shtlar katta, javonchalik bo'lmasa kerak edi. Yeb ko'raman. Go'shtlar yumshoq, sochli. Demak, ustida abi. Bismillah. Ovqatlarni yeb ko'rdim, mazasi menga yoqdi, lekin cho'poncha va alohida tema ekan. Endi oilaviy keladigan bo'lsangiz, oilaviy joylik bor. Alohida ulfatlar bilan keladigan unga, tashqarida o'tiraman desangiz, tashqarida. Bu ovqatlardan tashqari 50 xil, 60 xil ovqatimiz bor deyapti. Kelasizlar, yeb ko'rasizlar. Kamchiligi bo'lsa, ukamizni joyida bartaraf qilaman deyapti. Bu narsani eshitsak biz xursand bo'lamiz. Ba'zi birlarga o'xshab qirg'izimiz tushunmabdi. Endi o'zingizlar bilasizlar, qattiq aytayotganimizni like, podpiskani ayamanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, bizani kuzatishda davom etinglar.